Assalomu alaykum barcha YouTube kuzatuvchilari. Mana shu traktor bizni Gulistonda 4-nasozida mana shu sotiladi. 4 ta balon ham aynaladi, dokumentlari ham polностью bor. Birinchi joyda texnik nosozliklari yo'q, hamma joyi sotib qo'yish. Mana shuni olaman degan insonlar mana shu ekranlaringizda ko'rib turgan raqamlarga murojaat qilasizlarda, narxini 85 ming somoni deyapti. Yana konkret albatta muomalasi bor. Ito bitta pligi bor ekan, o'l qo'shimchasiga podarka. Girdini bir polностью bir aynalarimiz. Hozir sizlarga bir qisqacha shunday sostavdagi traktorni qarang, balonlarni ham ko'rib turibsizlar. Qanday hamma narsasi, ayniqsa pakirishkalari menga ma'qul bo'ldi. Oldi-orqa tortadi ekanda, samni gilamni. Dokumentlari hamma joy sotib qo'yapti. Motor, bir joyda bir zamikani yo'q. O'zi minib yurgan traktor edi. Bundan bir hozir qizil traktorlar bor, katta ana shundan olibdi. Endi buni sotaylik deyapti. Mana shundan kimgadir kerak bo'lsa 85 ta deyapti. Ya'ni konkretni savdosi bor. Kelasizlar, shuni olib bemalol ketaverasizlar. Hozirda 85 ming so'mga o'nchamcha mashina bermayapti. Kerak bo'lsa, shu videoni biz gapni ko'p cho'zmaymiz. Qisqa bo'lsa yana ham yaxshi bo'ladi. Gruppalarga tarqatib qo'yingizlar, o'tkazib olib, shunday traktor olmoqchi bo'lgan insonlarni lishkasiga taylab qo'yasizlar-da.